Assalomu alaykum hurmatli salachilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 1-aprel 2026-yil. Bu yerdagi arida hozir shu eski yashiklar borda, shu har xil yashiklar. Bularda iloji boricha bir xil oldi bu ham eski ishlangan yashiklar. Bularni kraskalab, ichini dezinfeksiyalab qo'ldan kelgancha ta'mirlanadi. Ulgurmay qoldi, qolganlar qolib ketdi. Qo'ldan kelgancha hozir buni tayyorladinglar. Buni qanday qilib ta'mirladi mana. Bu 3 xonali, 2 xonaligi bor. Buni tozalab, qirib, dezinfeksiyalab, kuydirib, bu yerdan tagidan pol qismidan teshik ochdik va setga qoqib qo'ydik. 3 xonalilarga bu mana shu 76 lik o'lchamda, 2 xonalilarga 89 lik sverluda pol qismini teshib chiqdik. Bunda shu havo almashuvini yaxshilash maqsadida albatta yozda issiq, shu cho'l zonalarida ham arancha o'zini havosini u yerda havo almashtiraman deb og'ri bo'ladi. Shunga bundan buyog'i ochiq tursa bo'laveradi. Shunaqa hammasini har bir oilani shunaqa qilib tagini teshib chiqdik pol qismini. Materiallar boshqa qo'ydik. Buni tagini ham mashinaga yuklaganda, yerga ko'chirganda shunaqa reka qo'yib ketdik. Ikki tomoniga pol qismidan tag qismidan reka qo'ydik. Tagi bunaqa yuklaganda ham bekilib qolmaydi. Endi o'zimiz shunga mosladik. Qo'ldan kelgancha ta'mirlab ishlab turamiz. Bularni o'tkazyapmiz arlarni, yashil ta'mirlangan yashillarga. Arlar sekin yurgan bo'ladi. 2 xonali bo'lsa shu o'rtasini bekitib qo'yganman, ikki chekkaga o'tkazyapmiz hozir. Keyin o'rta bo'sh joyga ham uydagi arlarni olib kelib tashlaymiz. Bular joylaymiz. Hozir holatda sekin joylashib o'tib olaveradi bir-birini. Joylashqalar. Hamma yaxshi ishlab turibdi. Shunaqa gaplar. Iloji boricha bir xil yashiklarni bir mashinaga yuklanadi. Shuni hisobga olamiz, sekin bir joyga joylaymiz. Shu bir xil o'rnash kerak, yuklaganda qiyinchilik bo'lmaydi. Shunga harakat qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli salachilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Mana shu kechagi arlar yashigini almashtirdik. Uydagi shu yashiklarda olib keldiklar. Mana shu bo'sh joylariga mana o'rta bo'sh bo'lsa, o'rtani bekitib qo'yganmiz. Bunga mana tepadagi litogini to'g'rilab qo'yganmiz. Endi hozir buni shu bo'sh joyga tushirib, yashiklarda bo'shatib olamiz hammasini. Arlar yaxshi uchyapti. Kecha kechqurun buni tashlab ketganmiz bu yerga. O'sha paketlarda o'rniga bitta yashik olib keldik. Hammasini joy-joyiga tushirib, shu bo'sh o'rinlarni to'ldirib qo'yamiz. Hammasiga bir tekis bo'lsa, mashinaga yuklagani ham oson bo'ladi. Bunaqa har xil bo'lib ketmaydi. Shunaqa hozir sirturibga qilamiz endi. Tashlab joylab olamiz. Mana shu yashiklarni endi bo'shatyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bosib. Holati 3 ramka, 4 ramka ushlangan, chunki bu oilalarni paketda solib olib kelib tashlaymiz dedik. Qarasak, uyga paketda biz ham yetmay qoldi. Keyin shu yashik bilan olib kelishga majbur bo'ldik. Holat shunday, shuncha qisib ramkalarni qisib ushlaganimiz uchun
bitta ishlaringda bo'lsa, hurmatli kuzatib boruvchi, shu onalarga yordam qilganmiz fevral oyida. Mana holat. Mana shu burromda o'tirgan arilarida O'ta kuchsizda. o'ta mana shu Jizzaxga borganda arilar yeb ketdi degan arilarimiz mana shu ikromkadan tepasiga qo'yib yordam berildi mana. Mana holat. O'ziga kelib qoldi arilar. Mana bu yazi tortib tashlagan. Ari endi qo'yib deyapti-yu. Endi mana shu yashikni shu o'rta qismiga joylayveramiz. Gulchanglarimiz chiroyli kelyapti. Gulchinka, gulchang pergi mana bu yoqda matka. Shunday yoqda. Bitta sushi qo'yib beramiz. Endi bundan buyon xudo xolasa rasxodlar chiqib ari ancha kuchayib qoladi. Yani shu kuchsiz bo'lgani uchun kuchayib olishi qiyin bo'ladi. Chiqyapti, pishgan mana shu. Zingirga qo'yamiz. Baragasini bersin. Tekkiz yotgan arilar sog'lom. Bu kasallikdan boshqadan ozayib ketmagan, shu qush yeb juda ham ozaytirib yubordi. Ish ko'pligidan mana shu salafonlardan ololmayapti. Endi bir yo'l Kiyevlarda qo'yganmiz. Yashik tashilgan Bismillah. Karmonigacha urib qo'yib yubordi. Shira ancha o'nglanib qoldi. Bu arilar yozda asosiy sezonga yaqin 13 romgadan 16-15 romga chiqqan arilar. Zinger ha, F1. O'tgan yili karniki zingirdan chiqarganmiz, endi bu xudo xolasa karniki peshest. Karniki peshest olamiz. Asa pishib, shuni ham yetadi. Sushi pozitivno. Bu pullarda hamma arichilar kutgan. Fevralda shunaqa bo'ladi deb mana kecha yaxshi ko'zimizni quvontirdi. Sushi ko'yamiz. Sushimiz ko'p. Anchasini sotib oldik, qolganini hozircha mashina bermaymiz, ishlatib yuboramiz, chunki shu o'tkali kuchli turgan arilar mana shu kuchsiz holatda turgancha yaxshi oq ramkalarda olib qo'yganmiz. Shuni qo'yib beramiz endi o'zlariga.
Yaxshi. Neyse o'tib oladi endi. Tutib chiqarib yuboramiz majburan. Chekkaga rasm bo'lgan. Arning ko'tarilishi mana o'sha kuchsiz ko'ringan arlar, ha. Şöyle qilgan ishlarim. Katta ekranda. Ko'rsatamiz. Hammasi mana aholiga. Öğrenişe hareket qilishi. Chiroyli ishlashini, bir gulchayn toshiydi. Rasmot qarang. Bir suv toshiydi, bir asal toshiydi mana. Bir bola tarbiyalaydi. Mana qarang. Mana ish. Natija. Rekord. Bu rasmotlar chiqsa, Bu yana bu izlanmagan holat. Yana desak bu birata teshigi bo'lsa kerak. Gulchaynlar. Keragini. Zarar toshi. Bunu olamiz. Karniki 5S F1. Teşhis kızım. Şekilde rasm. Şey yaptık mı? To'lib qoldi. Mana hop arlarni ham joylab oldik bo'sh joylarga. Xohlasa hamma yashiklar to'ldi, hamma xonasi. Rosa chiqib ketyapti arlar uchun. Bitta suv romka, bo'sh romkalardan qo'ydik. Hozir ishlab turaveradi arlar.